Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh ustoz. Vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh safarlaringiz bexatar bo'lsin. Biz talab ilmlar Amin. hamda duo qilasiz ustoz. Amin. Ustoz, ahli sunnat e'tiqodiga ko'ra payg'ambarlardan xatolar sodir bo'lishi qanday sodir bo'ladi? Ya'ni xato sodir bo'lishiga e'tiqodimiz qanday bo'lishi kerak? Shu haqida agar tushuncha bersangiz. Salomat bo'ling. Avvalan berishuvdi buni. Menimcha yaqinda qo'yishdi hammi. Xo'p, xullas bu mavzuni qayta takror aytaverishimizni zarari yo'q. Chunki bizning e'tiqodimiz bu. Ahli sunna val jamoada payg'ambarlar gunoh qilmaydi degan e'tiqod matn bor. Payg'ambarlardan gunoh sodir bo'lmaydi. Payg'ambarlar payg'ambarlikdan oldin ham Allohga shirk keltirmagan. Payg'ambarlikdan keyin ham ulardan hargiz gunoh sodir bo'lmagan. Lekin xato sodir bo'lganmi desa, xato sodir bo'ladi. Xato kullu bani Adamning ichiga payg'ambarlar ham kiradi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom har bir bani odam bolasi xatokordir. Va khayrul xattoin at-tawwabun deganlar. Xatokorlarning eng yaxshisi tavba qilganlari, tavbakorlari deganlar. Endi xato bilan xatoni o'rtasida farq bor. Men qilgan xato bilan siz qilgan xatoni o'rtasida farq bo'ladi. Allohning do'stini xatosi bilan Allohning dushmanining xatosini o'rtasida farq bor. Olim odamning, mujtahidning xatosi bilan oddiy odamning xatosi o'rtasida farq bor. Xuddi shu singari payg'ambar alayhissalomlarda sodir bo'lgan xatolarni hammasida yaxshilikni shunda deb o'ylab, yaxshiligi kamroq narsani tanlab olishda bo'lgan. Yaxshiligini shunda deb o'ylab, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Ko'rishamiz? Ha, safardamiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Ha, uzr. Makkada o'zbek bosib ketgan, alhamdulillah. Har qadamda ko'rinadi. Demak, payg'ambar alayhissalatu vassalomlardan bu sodir bo'lgan xatolarni o'rgansangiz, u xatolar bizga nisbatan savob hisoblanadi. Biz o'sha ishni qilsak, savob ish qilgan bo'lamiz. Payg'ambarga yarashmaydi u. Nimaga desa, payg'ambar vahiyga bog'lanib turgan zot, u eng to'g'risini topish kerak edi. To'g'ridan sal masalan savobi 10 talik bilan savobi 20 talik amal turibdi. Payg'ambar savobi 20 taligini topish kerak edi. Agar 10 taligini topsa, unga nisbatan xato deyiladi. Unga nisbatan buni xato deyiladi. Endi Qur'oni Karimga qarasangiz, hamma payg'ambarlarda bo'lgan hodisalar. Odam alayhissalomdan boshlaylik. Odam alayhissalatu vassalom yema degan narsani yeb qo'ydilar. Xatomidi? Xato. Bu gunohmi? Yo'q, gunoh emas bu. Nimaga yegan? Desa, shayton u kishini vasvas qilgan edi. Sen hozir Allohning rahmatida turibsan-ku, ha? Mana shu rahmatda abadiy qolib ketishingni ta'minlaydi bu yemak. O'shaning uchun sen taqiqlab qo'ydi. Shuni yesang abadiy Allohning rahmatida qolasan degan. Qarang, ishtihod men Allohning rahmatida abadiy qolayin deb yeganlar. Nafslarga ya'ni bo'ysunib bir ma'noda abadiy qolaman ekan Allohning rahmatida degan. Isyon yo'q bu yerda, gunoh yo'q. Allohning rahmatini sog'inish bor. Lekin qilgan ishlari xato. Mana shuni xato deyiladi. Bu endi qadar ilohiy bilan bizga ya'ni dunyoga kelishimizga, dunyoni yaralishiga sabab bo'lgan reja, Allohning rejasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha g'olibun ala amri valakinna aktharan nas la ya'lamun degan. Alloh taolo o'zini ishida g'olib zot. O'zi xohlagan narsani bajara oladi. Jabbor, Qahhor ismlari o'z irodasini joriy qila oladigan zot. Hech kimga bo'ysunmaydigan zot ma'nosida. Joriy bo'ldi bu. Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qildilar. Oxirida u qavmni qarg'adilar. Qarg'aganlarida Allohim, bu qavmni o'zing halok qil. Bulardan agar bola tug'ilsa kofir tug'iladi. Yana kofir yer yuzida ko'payadi deb duoibat qildilar. Alloh ijobat qildi. Ulamolar o'sha hadislarda kelishicha Nuh alayhissalom shu duolarini xato deb Allohning huzurida shundan so'ralsam nima qilaman deb o'tirar ekanlar. Endi Allohning diniga da'vat qilgan odamni 950 yil da'vat qilgan odamni kalaka qilaversa, kulaversa ustidan endi haqqi bo'ladi. O'zi lekin payg'ambar sabr qilish kerak edi. Yana Musa alayhissalom
shaharga tushganlarida ikkitasi urushyotgandi, bittasining borib bir o'ldirib qo'ydilar. Gunohmi bu? Yo'q, gunoh emas. Nima uchun gunoh emas desa, bu kishi adolat tarafida turib, zolimga qarshi jang qildi. Zolimga qarshi. Zolimga qarshi jang qilish to'g'ri, lekin sabr qilib tushuntirish payg'ambarning vazifasi edi. Buni xato deb o'ylaydi, xato deyiladi. Uning farisiga nisbatan gunoh deyilmaydi. Bu sohibul hut, baliq egasi alayhissalom. Qavmlarni da'vat qildilar. U qavm nima qildi? Quloq solmadi. Yunus alayhissalom quloq solmadi. Keyin bu qavm gapga kirmas ekan. Men bularning ichida Allohga ibodat qilishda bular menga xalaqit qiladi dedilarda tashab ketib yordilar. Allohning buyrug'i ularga sabr bilan davom etish kerak edi. Yo Allohning rahmatiga intildilar, natijada baliq yutib yordi, qilgan xatolarini bildilar, tavba qildilar. Tavbaki o'sha ikkita savobli ishning savoblirog'ini topolmaganlari sabab bo'ldi. Va boshqasi ham payg'ambar alayhissalom haqlarida ham bir qancha oyatlar bor. Abasa va tavalla bor. Misol uchun anja'ahul a'ma. Ko'zi ko'r odam kelib ya Rasululloh allimni mimma allamakalloh degan xitob bilan kelgan, baqir-chaqir qilib kelgan. Ko'zi ko'r bo'lganligi uchun Rasulullohning nima vaziyatda turganlarini bilmagan. Payg'ambar alayhissalom zodagonlarga dinni da'vat qilib turdilar. Ular sal moylan bo'lib turdi, gaplarni eshitib. Anu kelganda yuzlarini burishtirib qaradilar. Bu juda yuksak axloqli odamning ishi o'zi. Ko'zi ojiz odam Rasulullohning yuzlarini bujmaytirganlarini ko'rmaydi. Lekin payg'ambar alayhissalom uni bu ishidan biroz norozi bo'ldilar. Lekin Alloh taolo ko'rib turibdi buni. Oyat nozil qildi. Yuzini burishtiradi-ya deb. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu boylarga da'vat qilsam din ko'proq yetib boradi degan ijtihod bilan qilgan edilar bu ishni. Lekin Alloh taolo nima deydi? "Va la ta'du aynaka anhum" deydi. Kambag'al, bechoralarning oldida o'tirgan bo'lsangiz, boylar tomonga ko'zingizni ham burib qaramang deydi. O'sha kambag'allar, bechoralar Allohning do'sti. Mana shu narsalarni ko'rsangiz, hammasida men buni ahli sunna val jamoani e'tiqodi bilan aytaman. Hammasida payg'ambarlar ikkita savobning savoblirog'ini topolmagan bo'lib chiqadi. Ularga nisbatan buni gunoh deyilmaydi. Qur'on aytishi mumkin gunoh deb. Va asa Adam robbahu faghawa. Odam Robbisiga osiy bo'ldi. Osiylik gunoh ma'nosi bor. Lekin muxotobning martabasiga ko'ra xitob qilingan jumlaning ma'nosi o'zgaradi. Mana shu qoidada ruchka qalam bo'lsa yozib olishinglar kerak. Muxotobning darajotiga ko'ra xitob qilingan kalimaning ma'nosi o'zgaradi. Nima degani? Misolda tushunasiz. Masalan, men sizni yaxshi ko'raman degan xitob. Mana shu kalimani onangizga aytsangiz, mehr muhabbat ma'nosiga aylanadi. Sevgan ayolingizga aytsangiz, u ishq muhabbatga ma'no aylanadi. Jumla bir xil. Lekin muxotobning darajasi har xil. Xuddi shuni singari payg'ambarlarga nisbatan osiy bo'ldi degan jumla xato bo'ldi deb tushuniladi. Chunki uning martabasida gunoh yarashmaydi. Payg'ambarlarning martabasiga gunohni ya'ni yopishtirib bo'lmaydi. Ularga xato deb aytiladi. Yana ham ko'p tafsilotlar bor. Biroq tushunarli bo'lgan bo'lsa, shunda to'xtatamiz. Ma'qulmi?